Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 13-iyun kuni Janvada boshlangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 50-ci navbatlik yig'inida so'z qilgan BDT Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet o'zining kelar navbat BDTda qayt vazifa olmaydiganligini va bu qatim o'zining BDT Kishilik huquq kengashining umumiy yig'iniga oxir qatim qatnashish bo'lib qoldiganligini ifoda qildi. Uning normal vazifa muddati bu yil 8-oyda oxirlashidi. BDT'ning bosh kotibi Antonio Guterres Chilening sobiq prezidenti Michelle Bacheletning kelar navbatmi yana qayt BDT Kishilik huquq oliy komissari bo'lib vazifa o'tishni qo'llaydiganligini bildirgan. Uning bu bayonlari Xitoy va Sharq Turkiston ziyoratini mag'lubiyat bilan oxirlashtirgan Michelle Bacheletni darhol istiqo berishga chaqirib kelgan Uyg'ur va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Michelle Bachelet so'zda yana Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatiga qarta yangidan baholash ilib bordiganligini, BDT'ning Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladni Xitoy tarafining ko'rib chiqishiga sundiganligini va Xitoyning amaliy fikrini olgandan keyin e'lon qildiganligini bildirgan. Ammo u dokladning e'lon qilingan konkret vaqti haqida ma'lumot bermagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 50-ci navbatlik yig'iniga qatnashish uchun 13-iyun Germaniyadan Jenvaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim istansimiz qilgan so'zida Michelle Bacheletning mag'lubiyatdan oyoqlashgan Sharq Turkiston ziyoratidan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining o'z ichiga olgan 230 tashkilotni uni darhol istifoga chaqirib ochiq xat e'lon qilganligini, qurultayning bu xil pozitsiyasida hech bir o'zgarishning bo'lmaganligini, BDT'ning izzat hurmatini ig'ir darajada zedilgan, insonlarning BDT'ga bo'lgan umid va ishonchisinin ojizlashishiga sabab bo'lgan Michelle Bacheletning darhol vazifasini istiqo berishi lozimligini qayta ta'kidlab o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Ayso va qurultayning bayonotchisi, qurultay ayollar komissiyasining mudiri Zumratay Erkinlarni tarkib topgan qurultay hay'ati 13-iyun boshlangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 50-ci navbatlik yig'iniga qatnashayotgan bo'lib, Dolqin Ayso apandim bugun BDT'ning yig'in zalidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib, qurultay hay'atining bu qatim BDT'da ilib boradigan faoliyatlari haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar, sizlarga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ceneva'daki merkezinden salam. Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashining 50-ci qatimlik yig'ini Ceneva'da 6-oyning 13-chi rasmiy başlandı. Biz Dünya Qurultayidan bir guruh heyet bu yerga yetib keldik. Xabarda bo'lganinglardek 2020 yilning boshida boshlangan virus sababidan bu yig'inlarning mutlaq ko'p qismi hozirgacha online orqali, internet orqali bo'lib kelgan. 2 yildan keyin tunji qatim bu kishilarning bevosita qatnashishlarini aytib bizmi bu fursatdan foydalanib yetib keldik. Biz bu yig'ini jarayonida nurg'unlagan davlatlarning diplomatlari bilan, elchixonalari bilan ayrı-ayrı ko'rishimiz, xalqaro tashkilotlar bilan ayrı ko'rishimiz, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda xodimlari bilan, mutaxassislar bilan ayrı-ayrı ko'rishimiz va shundaqla bu yig'in jarayonida o'xshamagan temalar haqida muzokaralar bo'lgan vaqtida bu yerda so'z qilish fursatlarimiz bo'ldi. So'z qilib, bugungi Sharq Turkiston vaziyatini, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida doklad beramiz va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oliy komissari boshlarning Sharq Turkiston ziyorati Uyg'ur xalqini qanchalik beyaram qilgan bo'lsa, umidsizlantirgan bo'lsa, bir qism davlatlarni dunyoda kishilik huquq masalasi ko'ngil bildirgan nurg'unlagan insonlarni umidsizlantirdi. Bu masalani biz bu qadimki mushu ko'rishimiz jarayonimizda kun tartibiga akilamiz. Bu 50-ci qatimlik kishilik huquq kengashi yig'inining Uyg'urlar uchun nihoyatda muhim bir munbar. Biz bu fursatdan foydalanib, dunyoning diqqatini, xalqaro matbuotlarning diqqatini, davlatlarning diqqatini yana bir qatim Uyg'ur masalasiga, Sharq Turkistonda bo'layotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga tortishga tirishamiz. 12-iyun kuni Germaniyaning Bottrop shahrida o'tkazilgan 2-ci navbatlik Yevropa Türk media konferansida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim butun turk axborot sohasini Uyg'urlar masalasiga tixim yaqindan ega chiqishga va Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarta rayimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga, jumladan turk xalqiga anglitishni o'zlarining vazifasi va burchi deb bilishi lozimligini bayon qildi. Türk ve German parlament a'zolari, siyosiy arboblar, ommaviy tashkilotlarning vakillari, Türk ve German san'atkorlar, yozuvchilar, Yevropaning har qaysi ellardagi turk korxonchilar, Turkiyaning Berlindagi bosh elchixonasining va Düsseldorf, Essen, Münster qatorliq shaharlardagi konsulxonalarning mas'ullari, shundaqla turk matbuotlarining Yevropaning har qaysi ellardagi vakolatchilaridan bo'lib 500 dan ortiq kishi qatnashgan mazkur yig'inga alohida taklif bilan qatnashgan Dolqin Ayso apandim
Özünün irqiy qırğınçılıqqa uchratgan millatning bir nafari Xitoyning jazo lagerlarida hayotini ayrilgan bir onaning farzandi bo'lish sifati bilan butun turk axborot sohasidagilarni yurakdan salomlaydiganligini ifoda qilish bilan birga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta rəhimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini dunyoga fosh qilishda BBC, CNN qatorliq xalqaro matbuotlarning intayin muhim rol o'ynaganligini, bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika hukumati va boshqa 9 parlament tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, Yevropa birligiga a'zo 27 davlatga vakillik qildigan Yevropa parlamentining 9-iyun kuni Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qo'rqinchli qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi deb qaror qabul qilganligini eslatib o'tish bilan birga navoda dunyo matbuotlari Uyg'ur irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilib turgan bo'lsaydi, u chog'da bugun Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalq tarix sahnasidan tamoman yo'qolib bo'lgan bo'ladi. Türk matbuotlarımı Uyg'urlarga ega chiqqan xalqaro matbuotlardan ulgu olib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida alayda sezgir bo'lishi, Sharq Turkistonlik qarindoshlarga ega chiqishni bir majburiyat deb bilishi lozim deb ko'rsatdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida g'arb matbuotlari ko'rsatgan sezgirlik va tirishchanlikni turk matbuotlarining ancha ko'rsatib ketmaganligidan afsuslanganligini ifoda qilgan Dolqin Ayso apandim Xitoyning asli qor niyatining Sharq Turkiston xalqini tamoman qirib yo'qotish ekanligini, Xitoyning bu yovuz niyatini to'sib qilishda ijtimoiy aloqa vositalarining rolining intayin zo'r ekanligini ifoda qildi. Amerikaning dunyoga donliq Wall Street jurnali gazetida 12-iyun e'lon qilingan bir obzorda agar BDT o'zining inoatini saqlab qolaman desa, BDT kishilik huquq oliy komissarining vazifasidan ayrilish kerakligini bildirgan. Mazkur obzorda aytilishicha, amaliyotda kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet kishilik huquq ancha ko'ngil bo'lmaydi ekan. Obzorda uning o'tgan oydagi Xitoy ziyoratida Xitoy tashviqotini qilganligi, chunki burun Kuba uchun urush qilgan Chilining sobiq prezidenti Bacheletning sovuq urush davrida sobiq Sovet ittifoqi tarafda turganligi va Kuba inqilobining mastansi ekanligi, kishilik huquqning uning ishi emasligini bildirgan. Obzorda ta'kidlanishicha, Bacheletning mayli Kubada yoki Xitoyda bo'lsin, zolimlarga hesdoshlik qiladi degan ta'sirdan qochish qiyin bo'lib, BDT o'zining inoatini saqlab qolmoqchi bo'lsa, uning vazifasidan ayrilish kerak ekan. Undan burunmi Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim bilan Uyg'ur harakaat tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim birlikda Washington Pochtasi gazetida maxsus maqola e'lon qilib, Michelle Bacheletning Xitoy va Sharq Turkiston ziyoratining lagerlardagi Uyg'urlar va ularning urug' tuqqanlari uchun emas, yana dunyo uchunmi bir qatimliq umidsizlik paydo qilganligini alohida ta'kidlagan va Bacheletning hayotidagi eng muhim sinoqlardan biri bo'lgan bu qatimqi Sharq Turkiston ziyoratida uning o'zi to'lin bechorlik ichida mag'lub bo'lganligini qattiq tanqid qilgan edi. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonga qirg'inchilikning tog'dek isbotlari ma'lum bo'layotgan Amerika va boshqa Yevropa davlatlari bu qirg'inchilikning hilam davom qilayotganligini e'tirof qilayotgan sharoitda hozirgi zamondagi saqchi davlatiga aylanib bo'lgan Sharq Turkistonni ko'zdan kechirishga borgan Michelle Bachelet Xitoy hukumati ta'kidlab kelayotgan bir qator tashviqot temalarini yana bir qatim takrorlab chiqqan. Ziyoratning oldi keyinda Michelle Bachelet na muhojiratdagi Uyg'urlar bilan, na lagerlardagi Uyg'urlar bilan bevos so'zlashib ko'rishga urinibmi baxmagan. Buning bilan butkul ziyorat Xitoy hukumatining bir qo'lliq o'rinlashtirishi bo'yicha tamomlangan. Hatto uning Urumchiga qadam yetgan kuni e'lon qilingan lagerlar haqidagi Xinjiang saqchi hujjatlarimi uning bu haqda biror amaliy ish qilishiga turtki bo'la olmagan. Germaniyadagi siyosiy bexatarlik mutaxassisi Norman Laus 11-iyun e'lon qilgan rad qilish huquqi BDTni masxaraga duchor qilmoqda nomli maqolasida bayon qilishicha, hozirgidek mustabidlarning cheklamalari tizgini ostiga tushib qolgan BDTni uzil-kesil isloh qilmag'icha Uyg'urlar kabi yovuz hokimiyatlar tarafidan bostirilayotgan xalqlarning haq-huquqlarini qo'g'dash amalga oshmaydi ekan. Navbatda BDTning hozirgi holatini uzil-kesil o'zgartirish jiddiy o'ylanishga tegishli masala hisoblanadi ekan. Norman Laus maqolasini mundaq jumla bilan boshlaydi. Xinjiang saqchi hujjatlari Xinjiangdagi atalmış ixtiyor tarbiyalash markazlarining rəhimsiz praktika maydoni va jazo lagerlaridan boshqa narsa emasligini yana bir qatim oshkorladi. Xitoy hokimiyati Uyg'urlar qarta ularning madaniyatini va milliy kimligini vayron qilish harakatlarini olib bormoqda. BDT buningga qarta unumini ko'rgili bo'lgandek nima ish qila oladi? Javob: hech nima. Norman Lausning qarashicha 1945-yil qurilgan BDT xavfsizlik kengashiga doimiy a'zo Amerika, Angliya, Fransiya, Xitoy, Rossiyadan iborat 5 davlatning ikkisi, yana Xitoy va Rossiya mustabid hokimiyatlarga aylangan bo'lib, ularning rad qilish huquqi BDTning haqqoniy qarorlar qabul qilishiga to'sqinlik qilmoqda ekan.
BDT xavfsizlik kengashi bo'lsa BDTning jazo yurgizish, jazo qarorlarini qabul qilish yoki harbiy aralish to'g'risida oxirgi hukmni chiqaradigan oliy organ bo'lib hisoblanadi ekan. Xitoy bilan Rossiyadan iborat ikki mustabid tajovuzchi davlatning bu organda bo'lishi kishilik huquqni qo'g'dashni BDTda allaqachon quruq shuarga aylantirib qo'ygan. Bu BDTning obrazini og'ir darajada xunuklaştiradigan asosiy omil bo'lib qolgan. Norman Laws rad qilish huquqi BDTni masxaraga duchor qilmoqda nomli maqolasida bugungi BDTning mush sifatida davomli mavjud bo'lib turishining biror ahamiyati bor yo'qligi to'g'risida astoydil o'ylanadigan vaqtning yetib kelganligini eskartdi. U so'zida mustabid hokimiyatlar demokratik davlatlarning kishilik huquq dafsanda bo'layotgan xalqlarni qo'g'dishiga to'sqinlik qilishdan voz kechmaydigan bundoq bir vaziyat ostida g'arb demokratik davlatlarini hozirgi BDTdan chekinib chiqishga da'vat qiladi. Hamda qimmat qarashlari o'xshash bo'lgan demokratik davlatlarning yangidan bir haqqoniy xalqaro tashkilotni qurib chiqishini tashabbus qiladi. Garchi bu yangi ittifoq butun davlatlarga vakillik qila olmagan taqdirdami, aksicha bo'lganda BDT Yevropa ittifoqi ham Shimoliy Atlantik okean ahd tashkilotining insoniyatning nazaridagi obrazining qattiq sundiganligini hamda bu sunishning ta'sirining ajallik bo'lganligini ilgari suradi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.